Adolat Sotsial-demokratik partiyasining siyosiy kengashi prezidentlikka ko'rsatgan nomzodining saylov oldi dasturini e'lon qildi. Poytaxtimizda joylashgan taraqqiyot strategiyasi markazida mazkur dastur loyihasining muhokamasi bo'ldi. Unda nomzod saylov oldi dasturini tuzish bo'yicha ekspertlar guruhi, partiya markaziy apparati xodimlari, Qonunchilik palatasi fraksiyasi deputatlari, hududiy kengash raislari ishtirok etishdi. Uchrashuv davomida ishtirokchilar partiyaning siyosiy platformasida belgilangan asosiy yo'nalishlari, qolaversa muhim sohalar bo'yicha qator takliflarni berishdi. Xususan talabalar uchun bir qancha yangiliklar qilinishi reja qilinmoqda. Oliy ta'limga grant asosida kirgan studentlarni hamda kontrakt asosida o'qiyotgan studentlarni reyting bilan baholash tizimini taklif qilyapmiz. Buning natijasi nima bo'ladi? Agarda reyting tizimi kiritiladigan bo'lsa, hattoki grantga kirib yomon natijalar bilan o'qiyotgan yigit-qizlarimizni kontraktga kirib yaxshi natija bilan o'qiyotgan yigit-qizlar bilan o'rni almashtirish masalasini ko'taramiz. Ya'ni agarda salohiyati bo'lib turib kontraktga kirgan, lekin keyinchalik o'qish davrida o'zini salohiyatini namoyon qilib, boshqalarga nisbatan yaxshi o'qib bilimini olib o'qiyotgan yigit-qizlarimizni, ilg'or yoshlarimizni ularni grantga o'tkazish, grantga o'qishga kirib turib, lekin ko'rsatkichlari past bo'lganlarini kontraktga o'tkazib, demak, davlatimiz tomonidan berilgan imkoniyatdan foydalana olmagani uchun endi kontraktda o'qish masalasini ko'taramiz. Shu bilan birga partiya tomonidan ilgari surilayotgan yana bir yangilik sog'liqni saqlash sohasiga tegishli, ya'ni tuman markazlarida stomatologiya poliklinikalarini tashkil qilish tashabbusi ilgari surilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur xizmat bepul bo'lishi ko'zda tutilgan. Biz mana o'rganishlar o'tkazdik. Maktab o'quvchilari orasida 90% tish kasalligi bilan kasallangan o'quvchilar mavjudligi aniqlandi. Bu nimaga olib keladi? Agar o'quvchilarimiz haqiqatan kelajak avlodimiz faqat tish kasalligi emas, uni organizmdagi ham kasalliklar mavjudligiga olib keladi. Shu sababdan biz o'sha taklif bilan chiqmoqchimizki, mayli maktab darajasida stomatologiya xonalarini tashkil etish imkoniyati bo'lmasligi mumkin, lekin albatta tuman markazlarida maktab o'quvchilari uchun xizmat qiladigan stomatologiya poliklinikalarini tashkil etish masalasini ko'tarmoqdamiz. Har bir hududdan onlayn muloqotga kirishgan vakillar partiya tomonidan prezidentlikka ilgari surilayotgan nomzodning saylov oldi dasturi loyihasiga o'z fikr-mulohazalari hamda takliflarini bildirib o'tishdi. Bularning bari ekspertlar guruhi tomonidan qayd etilib, loyihaga qabul qilindi.